Hozirgi kunda Toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan energetikaga bag'ishlangan ko'rgazmada bizning korxonalarimiz faol qatnashmoqda. Albatta, bu kabi anjumanlar bizning respublikamizda ishlab chiqarilayotgan elektrotexnik mahsulotlarni yanada kengroq yoritish va ommaga yetkazishga juda katta hissasini qo'shadi. Biz ham shu barcha o'zbek korxonalari qatorida biz ham bu ko'rgazmada qatnashyapmiz va albatta bu ko'rgazmadan katta bir natijalarni kutmoqdamiz, chunki ushbu ko'rgazmada biz ko'rib chiqdik, juda ko'p chet el investorlari qatnashmoqda va albatta biz ham bu ko'rgazmalar natijasida shartnomalar imzolashni mo'ljallab qo'yganmiz. Hozirgi kunda O'zelektropparat korxonasi tarafidan O'zbekiston Respublikasida juda katta loyihalar amalga oshirilgan. Shu jumladan alohida aytib o'tmoqchi bo'lganim, Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining 3-mis boyitish fabrikasi uchun mo'ljallangan 500 kilovoltli to'liq raqamli podstansiyasi qurilib ishga muvaffaqiyatli tushirildi. Albatta bu juda bir noyob bir loyiha bo'lib, hozirgi kunda buning o'xshashlari butun nafaqat O'rta Osiyoda, balki MDH davlatlari orasida ham bunga o'xshashi yo'qdir. Bu albatta hozirgi kunda hukumatimiz tomonidan bu sohaga berilayotgan katta bir e'tiborlarni natijasi deb hisoblayman. Nuru Group kompaniyasi har yili bo'lgan ko'rgazmalarda aktiv ishtirok etadi va o'zini yangi mahsulotlarni taklif qilib oladi. Bu ko'rgazmada misol uchun biza yangi mahsulotlarimiz bo'lmish shkoplar, releniy zashita avtomatikali shkoplarni taqdim etyapmiz. Hozirgi kunda Nuru Group kompaniyasi tomonidan 0.4 kilovatdan boshlab 500 kilovatgacha podstansiyalar uchun yechimlar mavjud. Biza faqatki mahsulot yetkazib bermaymiz, balki mijoz uchun proyekt qilib beramiz, qurilish montaj ishlarini qilib beramiz. Ko'rgazmada mana bugun Xitoy kompaniyalari juda ko'p taklif qilingan ekan. Ular bilan hamkorlik shartnomalarini tuzamiz. Katta proyektlarda ular bilan birgalikda ishlamoqchimiz. Ko'rgazmada mana hozir 100 dan ortiq ko'p mahsulotlarni taklif qilamiz mijozlarga. Oddiy podrazretnik uchatlardan boshlab 120 kilovatgacha podstansiyalar uchun yechimlarimiz bor. Nuru Group kompaniyasi hech qachon o'sishdan to'xtamaydi. Bundan keyingi ko'rgazmalarda ham yangi mahsulotlar bilan ishtirok etishni niyat etamiz. Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan muqobil energetik yo'nalishli loyihalarda mahsulotlar yetkazib berishni mahalliylashtirish, mahalliy korxonalar tomonidan yetkazib berilayotgan mahsulotlarni ko'lamini yanada kengaytirishga bunday tadbirlarning juda ham katta hissasi qo'shiladi. Bunday tadbirlarda xorijiy kompaniya vakillari, mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar bilan yaqindan tanishib, ular bilan kelgusida hamkorlik qilish bo'yicha bir qator shartnomalar imzolashi, muzokaralar olib borish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Ushbu ko'rgazmalar natijasida yurtimizda amalga oshirilayotgan muqobil energetik yo'nalishli loyihalarga mahalliy korxonalar tomonidan bugungi kunga qadar 60 million dollardan oshiqlik mahsulotlar yetkazib berilgan bo'lib, bular qatoriga asosan kuchlanish qurilmalari, kabel sim mahsulotlari, metall karkaslar va boshqa elektrotexnika mahsulotlari hissasiga to'g'ri keladi. Ushbu amalga oshirilayotgan hamkorlik ishlarini yanada kengaytirish, kelgusida yetkazib berilayotgan mahsulotlar turini, sifatini, sonini, miqdorini oshirish bo'yicha o'zini samarali hissalarini qo'shib boradi.